Ma'lumotlar to'ldirilishi bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Shart fondi 480 million, inventar 152 million 400 million so'm, 125 million so'm o'zimizni kompaniyaning hisobidan, 275 million 700 ming so'm boshqa xarajatlar. Shunda jami loyihaning qiymati 908 million 100 ming so'm. Vazirlikdan so'ralayotgani 125 million o'zimizni hissamiz. Shunda loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 33 million 100 ming so'm bo'lyapti. Xo'p, mehnatga haq to'lash bo'limi 3 taga bo'lingan. Bular ma'muriy boshqaruv qismi, ishlab chiqarish xodimlari, keyin sotuv xodimlari. Xo'p, hamma lavozimlarda vazifadagi o'rni, vazifalari yozib chiqilgan. Xomashyo bizga kerak emas. Bizda IT platforma, inventar, Core i7 protsessoriga ega kompyuter dasturchilar uchun, Core i5 protsessoriga ega qolgan xodimlar uchun, lazerli printer skaneri bilan bitta, dasturiy ta'minot mahsulotining MVP qismini tayyorlash 125 million so'm o'zimizning hisobimizdan va monitor, ya'ni kompyuter uchun biriktiriladigan monitorlar 10 dona. Ularning hammasi narx-navosi O'zbekistondagi ko'plab internet do'konlaridan keltirilgan. Boshqa xarajatlar bizda sotuv xarajatlari 2 ta, ya'ni reklama xarajatlari, ijtimoiy tarmoqlarga target xizmati oyiga 14 million so'mdan jami 12 oyga 168 million so'm. Loyiha doirasida zaruriy video kontentlarni tayyorlash, ya'ni bu loyihamiz qanaqa ishlashi, shu bizning yo'nalishga doir bo'lgan og'riqli yo'nalishlardagi videolar tayyorlash, 240 minutli videoni 1 minut 270 ming so'mdan tushadi. Shunda jami 64 million 800 ming so'm bo'ladi. Bundan tashqari ofis xarajatlari, bu boshqa ma'muriy boshqaruv xarajatlariga kirib ketadi. Ishlab chiqarishga doir bo'lgan yana 3 ta xarajat bor. Ular internet, kommunal to'lovlar va server xarajatlari. Xo'p, endi mana bu joyda ishlab chiqarish xodimlari ish haqi yozilgan 258 million so'm. Mana bu joydan keltirilgan bu. Mana 258 million so'm. Bizda ijtimoiy soliq bo'lmaydi, sababi IT park kompaniyalari ijtimoiy soliq to'lamaydi. Shuning uchun bu ham bizning loyihamizga yordam beradi nolga tushirishga. Asosiy vositalar amortizatsiyasi 50 million so'm. Bu yerda 40% 1 yillik hisoblangan. O'sha yerda inventarlar mana 152 million 400 ming so'mda 40% hisoblanib, shu summa chiqarilgan. Ya'ni 50 million so'm chiqarilgan. Endi boshqa ishlab chiqarish xarajatlari, boya aytib o'tgan edim. Elektr energiya, kommunal to'lovlar turi, server va nima. Bu yerda internet, ofisga tortilgan internet, ya'ni o'sha mahsulotning tannarxiga kirib ketadi. Shunda mahsulotning tannarxi 326 million 400 ming so'm bo'ldi. Sotuv bo'yicha biz 15 mingta sotuv qilamiz. Shunda har birining tannarxi taxminan 22 ming so'm atrofida aylanyapti. Endi davr xarajatlari, sotish xarajatlari 376 million 800 ming so'm. Bunga birinchi navbatda sotuvni xodimlari kirib ketadi. Sotuv xodimlari 3 ta, sotuv menejeri, hududiy menejer va marketolog. Ularning oyligi mana bu yerda yozilgan 144 million. Endi bunga qo'shamiz mana bu yerdagi 2 ta sotuv xarajatini, ya'ni target xarajatlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklamalar hamda video kontentlar tayyorlash. Bu ikkalasi ham shu sotuv xarajatlariga kirib ketadi. Ma'muriy xarajatlar 78 million so'm. Bu mana bu joydagi ofis xarajatlari. O'sha ofis xarajatlari shu yerga yozildi. Ya'ni ofis xarajatlari, ma'muriy xarajatlar ming barobar. Bu boshqaruv, kompaniyaning boshqaruvidagi bo'lgan 2 ta xodim, direktor va hisobchilarning 12 yillik oyligi ekan 78 million so'm. Ana uni pastidagi 24 million so'm bu 12 oyga 1,5 million so'mdan. Mana ofis xarajati 12 oyga 2 million so'mdan 24 million so'm. Bu mana shu ofisda 1 yillik xarajati bo'lyapti. Boshqa operatsion xarajatlar. Shunda davr xarajatlari 478 million 800 ming so'mga aylanyapti. Sotish rejasi 15 mingta miqdorda sotiladi. Ularning har biri 100 mingdan bo'ladi. Shunda jami sotuv 1,5 milliardga erishiladi. Bu yerda QQS hisoblanish kerak, lekin o'sha IT park kompaniyalar QQS ozodligi uchun QQS solig'ini ham to'lamaymiz. Foyda o'zimizga qoladi. Faqat IT parkka 1% gina biz nima to'laymiz? 1% ajratma to'laymiz. Bu yerda endi daromadlarda qanaqa tarzda o'sishi, har oy qachon boshlanishi, sotuv, ya'ni 3 oydan keyin 3 oy
to'liq loyiha yo'lga qo'yilib, hamma inventar, hamma jihozlar olinib, loyiha tayyorlanib, to'liq tayyor bo'lib bozorga kirish bo'lsa, 4-oydan boshlab уже bizada sotuv bo'ladi va 9 oy davomida sotuv amalga oshiriladi. Shunda 1 yil mobaynida jami topiladigan daromad 1,5 milliard. IT park rezidentlar KPSdan ozod bo'lguncha KPS to'lamaymiz. Hamda 326.900.000 so'm, davr xarajatlari 478.800.000 so'm, foyda solig'i aytganimdek 1% o'sha IT park rezidentlar to'laydigan 6.943.000 so'm. Xo'p, shunda hammasini ayirganimizda bizda sof foyda 687 million so'm 352 ming so'mga aylanyapti. Loyiha o'zini qoplash muddati 9 oy deb belgilangan. Moliyaviy natijalar bo'yicha prognoz hammasi to'g'ri ko'rsatilgan. Sotuvimiz ham 1,5 milliard, KPSdan ozodlik shuning uchun kiritilmagan. Yo'q, 0 deb yozib qo'ysa ham bo'ladi. Hamma 326.900.000 so'm uni ayiryapmiz, bu qolyapti. Va davr xarajatlari boya ko'rsatganimdek, ularni olib kelyapmiz, ayiryapmiz. Shunda bu qolyapti bizda. Endi buni mana bu joyga olib kelyapmiz-da, 1% o'sha IT parkka berilgan soliq deb hisoblab turib, sof daromadni qoldiryapmiz. 687.352 ming so'm. Loyihaning kalendari aytganimdek 3 oy loyihani tayyorlash uchun dasturiy ta'minotni to'liq bozorga tayyorlash, ofisda tayyorlash, inventar texnikalar bilan jihozlash 3 oy oladi. 4-oydan 12-oygacha sotuv amalga oshiriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.